Atrofimdagi yaqin insonlar aytadi, nimaga sen video qo'yib borasan? Nima qilasan qo'yib? Men shunchaki boshqalarda yashashni xohlamayman. Nimanidir o'zgartirishni xohlayman. Hamma qilgan ishni qilishni xohlamayman. Shuning uchun men doim harakat qilaman nimadir o'zgartirishga. Davayt sizlar meni podpishka qilasizlar. Menga bu juda ham katta foyda bo'ladi. Shunchaki podpiska bosib qo'yasiz, meni kuzatasiz, like bosasiz, sizdan hech nima ketmaydi. Allohga oson. Men o'sha insonlar gapidan bir kun mashinaga shunda o'tiraman. Bitta gaz beraman. Vum ovoz chiqadi-yu. O'shanda bir xayolimdan hamma o'tadi, lekin men o'shanda nimagadir erishgan bo'laman. Albatta Alloh bergan sizlar orqali bo'ladi. Sizlar like bosib qo'yasizlar, podpiska bosib qo'yasizlar. Men bir kun natijaga erishaman. Xudo xolasa. Men o'zimga ishonaman. Har doim o'zimga ishonganman. Har doim harakatda bo'lganman. David поддерживайте deydi-yu. O'shaning uchun podpiska bosib qo'ying. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Siz meni hayotimda nima o'zgarayotganini, nima bo'layotganini ko'rib borasiz.